Samarkand Silla. O'zbekcha gapdani. TikTokda bo'lsin bitta. Unaqa. Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube'da yangi video, ya'ni piknik. O'zbeklar bilan hozir do'stlar bilan birga yig'ilib piknik qilyapmiz. Xudo xohlasa hamma nima shashlik qilib, shu narsalarni qilyapmiz. Shuni ko'rsatib borib, keyinchalik boshqa qilgan ishlarimizni ham hozir biz mana shunaqa joydamiz. Bu yerda lake bor, qanaqadir o'rmon, shunaqa park. Hozir bu yerda piknik qilib, keyin hiking dedi, ya'ni hikingga chiqib ketyapmiz. Hammasini birga vlog qilib ko'rsatib boramiz. Hozir bu tarafda boshqa o'zbek studentlar bor, ularni ham tanishtirib birga ko'ramiz. Mana birinchi o'zbek do'stlarimizdan bittasi Azim. Oldingi videoda ham bor edi. Samarkand 662. Samarkand Silla. Samarkand Silla deb sizlar. Dars seriozli dела, ребят. Nimada bu? 9 to 5 ishlaydi. Hozir dars qilyapti. Ketadi hozir, keladi. Dam yo'q. Dada bobo, net. Bugun o'zi bayram, o'qish yo'q. Easter break deydi. Shu narsa bo'lyapti. Bu lekin o'qiyapti mana qattiqda. Juda qattiq. Baxt omad. Ya. Hozir keldim bolalar yoniga. Birdan Rustamdan boshlaymiz. Qayerdan kelgansiz, qachon kelgansiz, nima ish qilasiz? Men Navoiydanman. AI engineer 6 figures. 6 dan 0 topaman. Navoiyni bu boshqaradi, короче. Eng boyi shu. Mana bu ikkalasi Navoiydan eng boyi shu. Ayting siz. Farhod US, o'zi ko'pchilik taniydi meni. 500 ta подписчигim bor. Где-то bir oy oldin oxirgi marta video qilgandim. Где-то bir 450 ta подписчигim qo'ygan bo'lishi mumkin. Hozir varrak oldim, $17 unpacking qilamiz. Katta varrak. 17. Я сам знаю уже. Okay. Tanishtiring. O'zbekcha gapzaning. O'zbekcha gapzaning. Men am part-time Uzbek, part-time Tajik. Tojiki medonam, o'zbekcha gapiryapman. Всё, давай. Mana shu tabiat, bu tarafda lake bor, ya'ni ko'l. Keyinroq bu aylanishga chiqamiz. Bu yerda hiking qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda narsalar, shashlik qilmoqchimiz. Go'sht, bu tarafda ko'mir yonib turibdi. Yuqorida qilmoqchi edik, lekin shashlik qilishga noqulay bo'lgani uchun bu yerda o'zimiz qilyapmiz. Hozir varrakni unpacking qilamiz. Qani ochinglarchi. Bolajonlar urushmasdan oching. Meniki. Ey, odam videoga olyapti. O'zi aslida bu juda seriozni bola. Просто kamerani olib turib shunday qilyapti-da. Shunaqami? Qanaqa? O, samolyotnikidanmi, nima bu? Samolyot. Siz buni fencingligini qarang. Вообще, нереальный. O'zim yasardim oldin. Ha, bizda ham. Parashutligi bor bilan. Astagfirullah. Sindirmasangiz hisobmas. Unpack nimada? Fix qilishda, tuzatishda. Ya, hozir qoplaymiz. Alovga qarash kerak, 3 kun vaqt. Nima vaqtda? Вот. Instruksiya yo'qmi? Короче, нужно просто... Mana instruksiya. To'xtay. Mana, Mana bu yerda shunday. Tayyor qilinglar, keyin ko'rsataman. Hozir nimada ko'mirga qarash kerak. Уже shashlikni qo'ydik sekin-sekin. Hozir bu go'shtlisi, keyin nima suyaklisi, keyingisi faqat go'sht. Hozir birinchi shuni qilishmoqchi. Hozir shashlik pishirib beryapman. Bolalarga bular hali ham varrakni setup qilishyapti. Shamol ham bor, kuchli. Ko'ramiz varrak uchirib keyinroq. O'sha varrakni qilishdi, sekin uchirishmoqchi bo'lib yuribdi. Oldin bu tarafda o'tirardik. Bu taraf chiroyliroq edi. Hozir construction bo'lyapti, nimadir bo'lyapti. Shunga bu yerga o'tirdik, lekin yomon emas. Bu yer ham suvni bo'yida. Uchirish olmadi mana. Bu yerda esa bizda shashlik tayyor bo'ldi o'zi. Kichrayib qoldi lekin. Shuna qora tuyulyapti, sabab suyakli, shuning uchun. Bularga ovqat qilib bermasa qilishmaydi.
tayyor bo'ldi. Yana ish bor, keyin mana bu qozonda ham bor. Легкая слишком. Ey, shartmas. Qani Elimdar? Gapiring. Qanday Gapirasiz. Amerikaga qanday kelgansiz? Men Meksika, brat. To'g'ri. Yozurda. No, to'g'ri gapiring. Qarang. Ey, shartmas. Qilmanglar unaqa, ayting. Qarang. Chigirtka. Смотри, как здесь очень приятно, да? Shashlik ham zo'r, yon ketyapti. Шашлык покажи пока. Qarang, Bahrom. Mana bu Elimdarni qilgan ishi, mana pomidor qo'ygan, lekin yemaydi baribir aniq. Oy. Amerikaga qanday kelgansiz? Meksika. To'g'risini aytamiz. Ha, student bo'lib kelganmiz. Bizdek pul topish uchun nimalar qilish kerak? Bir Nima ishlar so'm pul qilish kerak? topmayman. Bir so'm pul topmayman. Amerikada nima ish qilsa bo'ladi student bo'lib kelib? Seryozni aytaveraymi hozir? Ha, seryozni mana. A u uchun seryozni atmosfera bo'lishi kerak. Seriozda mana. Mana seryozni bolalar. Shunaqa qo'y. Sizni pomidoringiz kuyib ketdi, boring qarang. Короче, o'sha student bo'lib kelgandan keyin seryozni aytaveray, qattan, uni hazil-pazil kerak emas. To'g'risi mana. Realniy qilish kerak-da, masalan. Luxury tarafini emas, hamma tarafini ko'rsatish kerak. Ayting. Endi Oling, Soyada tayyor aytib bo'lsa. beraman. Yuring. o'zi aslida juda seryozni odamman, просто kameraga shunday qilyapman-da. Ya, rosta shunaqa rosta. Juda jiddiy odamman. Kelingchi, bu tarafga ham Elimdarning yoniga. Ayo, bo'lmadi hali. Qani tushuntiringchi, nimalar qilsa bo'ladi? Ish Короче, kelib. Amerikada student bo'lib kelgandan keyin, o'sha kim student bo'lib kelmoqchi bo'lsa, hamma o'zi yaxshi biladi. Studentlarga off campus ishlash mumkin emas. Shuning uchun endi agar qo'rqmasdan qilaman desanglar, o'sha dastavka mana shunaqangi illegal ishlarga o'tib olsanglar bo'ladi. Kimnidir akkauntini o'sha Uber akkaunti bo'lishi mumkin, DoorDash akkaunti bo'lishi mumkin, o'shani olib turib ishlatsanglar bo'ladi. No, yoki bo'lmasa kesh topsanglar bo'ladi qayerdandir. Yaqin oradan. Shu yaqin oradan. Uning uchun o'sha bittalab xuddi o'zimiz O'zbekistondagidek storelarga kirib, ish bormi, ishlayman, kechga ishlayman deb turib, o'zingizni vaziyatingizni tushuntirib berasiz har bittasiga. Qancha topsa bo'ladi o'rtacha? Endi hozir bizni shtatda aytadigan bo'lsam, o'zimiz shaharchada masalan Tayyormas hali. $10 dan $13 kechga ish topish mumkin hozir. Lekin bizni shaharchada ish kam yoki kesanglar, ana bu bolani bitta ikkita tanish bilishlari bor, zo'r ishlarga joylab qo'yadi. Bir kelib nima ish qilgansiz? Masalan, Birinchi bo'lib o'sha On Campus o'zimizdagi Chick-fil-A'da ishlaganman. On Campus bitta o'zimizda Chick-fil-A degan katta brend bor ham, franshiza, xuddi mana bu Burger King, McDonald'sga o'xshaydi. lekin u universitet ichkarisida. Universitetda ichida u narsada. Siz nima qilgansiz birinchi kelib? Siz ham Chick-fil-A? Смотрите, у всех финансовая ситуация разная. Я когда только приехал, мне нужно было оплачивать мои расходы, университет и тому подобное. Birinchi 4 Oling, yeymiz. Mana bu bilan, Rahmatulloh bilan, Mana bu bilan u meni email bilan. Farhod bilan Chick-fil-A'da ishladik. Aha. Потом Chick-fil-A'da lekin normal pul topolmaysiz. Sabab $10 ko'p vaqt ham bermaydi. 20 soat. $1 soatiga 20 soat beryapti. Только o'zingizni expensesga uchun, lekin tuition to'ldirish, house to'ldirish qiyin bo'ladi. Потом Nyu-Yorkga bordim bir mans. Hamma narsa qildim u yerda. Garderobda ishladim. Cashga. Ha, everything cash. Pomadirni? O'zi bu Navoiycha bo'lib ketdi o'zi qishloq. Pomadirni. Hali little bit bor, little bit. Shunda Amerikaga kelishni maslahat berasizmi? Kelib o'zini Maslahat beraman. o'zi qilay oladimi hamma xarajatlarini? Любой narsa qilish mumkin bu yerda if you ready to work. Shunaqa O'zbekiston, shunaqa Amerikaga kelish. Aha. This your like mindset that you will be able to earn like 20-25 an hour immediately. It's like so hard. You need to like learn on your own mistake.
O'zbekcha. Da, o'zbekcha bilmayman. Любой ishni oling, по-любому bir kunda bir normalniy narsani topasizda. That just don't forget about self study. Keyin masalan ko'pchilik nima qiladi? O'zbekistonda o'tiradi, masalan Amerikaga boraman, ko'p pul topaman, shu narsa bo'ladi. Shu narsa to'g'ri. Keyin ham ko'pchilikda nima bo'ladi? Kelishdan oldin masalan Amerika hammer skyscrapers nima deydi? Baland binolar, shu narsani tasavvur qiladi ayrim odamlar. That's the worst place to live. Kelib turib, masalan, sabab unaqa kamdan kam faqat downtownda bo'ladi bo'lsa, keyin boshqa universitetga ko'chish yoki boshqa shaharga ko'chishni o'ylashadi. Shunaqa qilish kerak. Вообще katta shahardan ketish kerak. Life cost of living is expensive. Houses are expensive. Food is expensive. Parking boshqa ayrim muammo. And if you can by yourself if you don't have relatives you will like fade out judayam tez. По-любому psychological problemalar bo'ladi-da. Shuning uchun masalan odatiy agar universitetga kelsangizlar, universitet odatda qishloqroq joyda bo'ladi. Unaqa downtown kamdan kam bo'ladi downtownda universitet. Короче, o'sha maslahatim agar topishayotgan bo'lsanglar, endi yana bilmadim, o'zimni lичный experienceimdan kelib chiqib aytaman, katta shaharga bilmadim. Katta shaharga uncha topshirsa bo'ladi, lekin masalan hozir katta shaharda men bilan birga kelgan student tanishlarim hech qaysi universitetda o'qitgan yo'q, hammasi universitetni tashlab ketgan. Endi o'sha experienceimdan kelib chiqib aytaman, to что katta shaharda ham ishlab, ham o'qish qiyinroq nisbatan. Ilojsiz emas, qiyinroq. Lekin iloji bor, lekin qiyin. Time flies judayam fast because you spend a lot of time just in order to like move from A to B. Ruscha gapiravering. Yo, o'zbekcha. Men edit qilishim kerak keyin tagida. Tushunmay o'tiradi. Nima deyapti bu? Shunda keyin masalan qancha nima deydi, mablag' bo'lish kerak, masalan kelishdan oldin nimalarga tayyor bo'lish kerak? Nimalarni maslahat berasizlar? Masalan bor-ku, men eng yomon ko'rgan narsam o'sha o'zim student bo'lib kelayotgan paytim kimdir bitta gapni qayta aytaversa, bunday qilish kerak. O'sha gap, o'zlarining sharoitlaringga qaranglar, shu bu hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha titi bilan chiqar. Yangi qozonga o'tkazdi, mana o'tkazib o'tirishdi. 8 ta nima bor? Issiq bor. Ko'proq olishga. Bu tarafda ovqatlanyapmiz. Oxirida yig'ishtirib $2. $2 sразу tomta olmadingiz? Sizga achchiq qilib olmadi bunda. Shunday qilib, qarovchi maslahat beringlar mana. Masalan $15,000 tuition. Masalan, ko'pchilik bilasizlar, nima deydi? Konsaltinglar. Masalan, 10,000-15,000 qoladi. 10-15,000 qolgandan keyin aytadi, Amerikaga borib to'lasangizlar bo'ladi ishlab bemalol. Shu narsalarni aytadi. Qanday fikr masalan aytishgan, men ham eshitganman. Aytiladi, to'g'rimi? Qarang. Oddiy amerikanlarning o'zi 1 yillik ish haqi 50,000, 60,000 atrofida. Mid class. Ko'pchiligi mid class u. Lekin kambag'allari o'sha 30,000 atrofida oladi. U mid ham masalan universitet bitirgandan keyin experience, tajribasiz. Tajribasiz. U ham mayli Shu odamlar mana shuncha oylik olib turganda, bizda ishlashga ruxsatimiz bo'lmay turib, o'sha ish yo'qlik payti ish topib, unaqa $15,000 to'lash juda qiyin lekin. Agar 1 yilga bo'lsa, bu masalan 1 yilga tuition-da, nima deydi, o'qishning kontrakt narxi bo'lsa, agar faqat kontraktning narxi bo'lsa, juda qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin. Katta ehtimol drop out, ya'ni universitet tashlash mumkin bo'ladi. Depressiya, stress. Hamma xarajatlaringiz 15,000 bo'lsa, taqdir o'ylab ko'rsa bo'ladi, lekin oddiy hisob kitob qilsa ham o'sha narsani, oddiy hisob kitob qilgan taqdirda ham oddiy student maksimum $15 olishi mumkin. $15 hali endi balkim $15 ish. Kaliforniya nima tarafda ko'p, to'g'ri $20-30 ga bo'lishi mumkin. Men hozir o'zimning shtatimni aytyapman. U balki Kaliforniya, New Yorkda osondir, lekin bizda Midwestda, Indianada, Kentuckyda masalan, Illinoisda mana shu nima deydi, kichkina shaharchalarda shunaqa bo'lishi mumkin. Maksimum $15-17 u вообще zo'r degani. Biz hozir mana endi masalan shuncha pul topyapmiz soatiga. O'shanda ham ko'p soat yo'q. Shuning uchun o'sha
Keyin hisob kitobni qilib kelish kerak. Agar shunaqa qimmat bo'ladigan bo'lsa, boshidan o'qish tashlab ketish kerak. Unday 1 yil o'qib o'sha 1 yil 15 ming to'lab turib, ikkinchi yil yana 15 ming to'lab turib, keyin 3-yil tashlab ketish endi o'zlaring mehnatlaringni ajratsanglar. o'qishni tashlab ketgandan keyin baribir status o'zgaradi, yana boshqa keyinchalik baribir muammo bo'ladi. Ayniqsa hozirgi vaziyatda. Hozir o'sha yangi prezident keldi, har kun har xil qonun. Viza bo'lib turib ham O'zbekistonga borish masalan hozir xavfli qandaydir. Hozir mana soat 5 da ishim bor. Bizda soat 2 bo'lyapti. 3 soatdan ishga ketishim kerak. Umuman yoqmayapti. Lekin majbur bir kun ishlamasangiz. Bormayman. Telefon qiladim, boshqa qiladim. O'rnimga boshqa odam olaman. Men mana shuni yeyman, keyin turaman. Lekin bir kun ishlamasangiz minusda. Bir kun ishlamasam, katta minus. Bugungi xarajatlarim o'sha ana bo'lyapti, o'tirmaydi. Kelib qolyapti-da. Chunki o'sha nima deydi? Bu yerda ham xuddi o'sha O'zbekistondagi vaziyat. Siz o'sha 18-19 yosh bolasiz hali, polностью o'zingiz yashayapsiz. Uyingizda ham, xarajatlaringizni ham, yeb-ichishingizni ham o'zingiz ko'taryapsiz. Даже O'zbekistonda qiyin bu narsa. O'sha O'zbekistonda o'tirib, lekin po fakt taqqoslaganda O'zbekistonda yashash osonroq agar yosh bo'lsangiz. Faqat o'sha kvartirangiz qanchadir bo'lishi mumkin, любой joyga ishga borsangiz bo'ladi. Yoki tanish bilish qilib ham ishga kirsangiz bo'ladi. Bu yerda masalan hech kimingiz yo'q, tanishingiz ham yo'q. Tanishingiz agar o'zbek tanishingiz bo'lsa ham, hammasi emas, yaxshilar ko'p. Bizga juda ham ko'p yordam qilganlar bor. Lekin nima deydi? Hozircha o'zbeklardan yomonlik ko'rganim yo'q-ku-ya, lekin eshitganman, to'shta o'zbek aldaydi, boshqa qiladi deb. Lekin hozircha o'zbeklar krassavchik. Juda ham nima deydi? Hammamiz bir-birimizga yordam berib yoki bo'lmasa bizdan o'sha 20 yil oldin kelganlar ham zo'r yordam qilib turibdi. Tanimasak ham, bilmasak ham. Tanishi chiqyapti. O'sha aka yordam berib qolyapti. Umuman tanimasa ham bizda. U narsa nima deydi? Odamning rizqi. Rizqingiz qayerda bo'lsa o'sha yerga ketasiz. Balki bu yerda 1 yil student bo'lib turib, balki yoqmasdan keyin O'zbekistonga ketasiz. Balki Kanadaga, balki Avstraliya, balki boshqa umuman boshqa nima deydi bir kichikroq davlatlarga ketib qolarsiz. Rizq hamma narsa. Shu ko'ngilda shoh qilib o'sha Allohdan so'rab qilaverish kerak. Keyin yana bitta narsa bor, influencerlarni, Instagramda har xil bloger nima bor. Ko'pchilik yaxshi tarafini ko'rsatadi. Masalan, endi biz ham hozir piknik qilyapmiz, lekin bu oxirgi marta o'tgan yil qilgandik. Pashti 7-8 oy bo'ldi. 7-8 oy deganda endi keldik hali. Bunda ham bayram o'qish bo'lmadi. Lekin ayrim blogerlar masalan har kuni nima oladi, luxury, iPhone, har xil narsalar ko'rsatadi, lekin qiyin, to'g'risi unaqalar yashash, shuncha boshqa nima deydi, men bilan birga kelgan boshqa studentlar bor, ayrimlar drop out qilgan, ya'ni o'qish tashlab ketgan. Shuning uchun hamma nima deydi, Amerika zo'r degan xayol juda ham to'g'ri emas. To'g'ri, yashash tarzingiz biroz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin qiynalasiz. Kerak bo'lsa, birinchi semestr odatda o'qishga kelasiz, birinchi semestr juda qiyin bo'ladi. Ya'ni ish topishim kerak. Ko'rasiz, siz tasavvur qilgan Amerika boshqacha bo'lib chiqadi. Ya'ni ko'rgan New York, Instagramda ko'rgan videolaringiz boshqacha bo'lib chiqadi. Qarochi bitta gap. Hate qiladim, boshqa qiladimmi? Balki shu gap bilan ko'tarilib ketarman, balki hate qilasizlar, boshqa qilasizlar, qirqib edit qilib, u palonchi ekan, navorot. Balki ko'tarilib ketarman shunday qilib. Qarochi o'sha aytadi, Amerika ras keldingmi, o'qishing tasha deydi. O'qishing tashama deyshadi, uzr. O'qishing tashama, chunki sendan keyin kelayotganlar u bo'ladi, bu bo'ladi, qiyin bo'ladi. O'sha nima deydi? Agar Amerikaga kelib turib o'sha kontrakt to'lolmaganingizda ham, yo'q, tashama. Sendan keyingilarga qiyin bo'ladi deb aytadi-ku, o'sha odamlar eshitmang. O'sha o'qishingiz to'lolmaganingizdan keyin o'sha nima deydi? Oilani qutqaradigan odam siz. O'sha yaxshi pul topadigan yoki bo'lmasa o'sha katta o'zgarish qilgan odam sizsiz. Boshqalarda unaqa nima deydi? Unaqa bo'lib ketadi, o'qish tashlab ketsa qiyin bo'ladi degan gapga umuman eshitib ham o'tirmang. Chunki o'sha sizdan keyin kelayotganlar kelib turib sizni kontraktingizni kelib turib to'lab bermaydi ular. O'sha o'zingizni ko'ring. Men aytmoqchi bo'lganim polностью egoist bo'ling emas. Iloji boricha o'qish tashlamaslikka harakat qiling, lekin baribir ham tashlash vaziyati kelganda
iloji boricha minimalni xarajat qilib turib o'qish tashlab yuborish kerak. Agar bo'lmasa. Agar nima deydi, O'sha chunki sizdan keyingi keladiganlar nima deydi, hech qachon kelib turib ham o'sha vizasini olib turib ham siz oldingizga kelib, rahmat o'sha payt o'qishing o'qimading, tashlab ketmading. Men vizamni oldim, rahmat deb aytmaydi ham, lekin sizni kontraktingizni to'lab ham bermaydi. Shuning uchun endi думай о себе, не будь эгоистом. o'qish tashlashni lekin men maslahat bermayman, sababi o'zingizga ham qiyin bo'ladi, lekin iloji boricha harakat qilish kerak. At least kamida community college degani bor, ya'ni arzonroq bo'ladi. Community college'ga o'tkazsa bo'ladi. Lekin transfer qilishni maslahat bermayman. Agar juda yoqmasa qilishingiz mumkin, lekin transfer qilsangiz kelajakda ya'ni O'zbekistonga bormoqchi bo'lishingiz mumkin, viza renew ya'ni yangilashingiz mumkin. Shu narsalarga qiynalasiz. Balkim ota-onangizni chaqirishingiz mumkin. Shu proseslar bo'lishi mumkin. At least o'qishni saqlab qolishga harakat qiling, ya'ni community college'ga o'tkazsangiz bo'ladi. Kamida u arzonroq 2000-3000 dollarga topishingiz mumkin. Lekin illegal bo'lish yaxshi emas, sabab illegal bo'lsangiz juda qiynalasiz, har xil. Studentlarda hech qaysi illegal bo'lmaydi. Hammasi chiqib turib til kursiga o'tib oladi yoki bo'lmasa U ham endi har doim yurmaydi til kursi bilan. Vaqtinchalik. Boshqa statusga topishadi. Masalan, meni shuncha o'qish tashlab ketgan student tanishlarim bo'lsa, lekin hech qaysi illegal emas. Bordir illegallari, lekin nima deydi? Mana bu hozir mana shu videoni ko'rib turgan odamlarda hech qaysi unaqa nima deydi? Ahmoqlik qilib illegal bo'la olmaydi. Statusni o'zgartirib, ana qilishingiz mumkin, talant viza qilishingiz mumkin, bunaqa viza qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa juda bo'lmaganda siz bo'ladi. O'tirmay politiskiy убежищеga topshirsangiz bo'ladi. Hech kim nima deydi? Men hali eshitganim yo'q, statussiz yurgan odamlar. Statusi doim agar o'sha studentskiy status terminate bo'lib ketganda ham doim sudga bersangiz bo'ladi. Sudga berib, ya'ni 6 oy, 1 yil, 2 yil cho'zdirib yursangiz bo'ladi u narsani. U muammo emas, просто advokatga yaxshi xarajat qilish kerak, advokat ham yaxshi bo'lishi kerak. Lekin yana bitta tarafi bor. Hozir sizga kelajakda qiyin bo'ladi. Masalan, o'qish tashlaganingizdan keyin majbur koreyish qilasiz. To'g'ri, sizga pul kerak qilish majbur bo'lasiz, lekin o'qish tashlagandan keyin koreyish qilasiz. Kelajakda u daraja nima deydi, o'zingiz develop, ya'ni rivojlanish bo'lmasligi mumkin, lekin ko'ring, shuning uchun iloji boricha kattaroq scholarship, ya'ni grant yutishga harakat qiling. Ko'p scholarship yutsangiz, bu yerda biroz yashash arzon, ya'ni qiynalmaksiz osonroq bo'ladi. Keyin hamma aytadi, masalan 15 ming, 20 ming qoldi, bemalol borib to'laysan. Bu narsa qiyin. Agar sizni financial, ya'ni uyingizdagi o'zingiz nima deydi, financial taraflama holatingiz yaxshi bo'lmasa juda qiyin. Ham yana bitta narsa aytaman, iloji boricha Amerikaga kelishda at least kamida bir semestrning xarajatini qila olsangiz, siz bir semestr davomida ishlab, ya'ni ish topib, ishlab keyingi semestrdan o'zingiz to'lab ketishingizga biroz sizga osonroq bo'ladi. Lekin Amerikaga kelib turib to'layman desangiz, juda qiynalasiz. Shunaqalar bo'ldi, mana drop, ya'ni o'qishni tashlab yubordi. Iloji boricha shuning uchun financial nimani o'zingizda ko'ring, qanday holatdasiz, iloji boricha bir semestr expense, ya'ni bir semestr xarajatlarini qoplashga harakat qiling kelishdan oldin. Mana. Bolalar varraga uchrabdi mana. O'zi meni varragim bu. Hozir shunday boraman, bo'ldi men uyga ketaman deb turib varragimni olib ketaman. Bo'ldi men uyga ketdim. Varragim ber. Varrag meniki. Varrag meniki. Mana. Yuboring, elimlar yuboring uchadi. Yuboring. Sekin yuboring, 1 metr. Все уже. О! Mana boshlandi. Ой, молодец. Отпускай. Ilinmasin tarafga, ey. Tashlab ketamiz. Oy, bu tarafga ketamiz. Давай, shamol qarang. Не отпускайте. Bu taraf yetkazgan. Bizni varrakda отпускай deydi. O'tkazaylik bu tarafga. Keta bering. Shashlik uyda ketdik, shashlik o'raylik, qaytib kelamiz. Aylantirish. Yig'ing buni. Hozir aylantirdim. Ozgina torting, chiqaramiz.
Все. Все, давайте. Bu yoqqa boraylik. Shamol zo'r payt uchish kerak. Ketdik keyin uchiramiz. Сейчас suvni ko'rsatay. Buni bilmadim, bu joylarni bahrom qirqib tashlasa kerak. Suvni toza u bu deyishadi, suv rasvo, cho'milib bo'lmaydi bu suvda. Sumalak qiladigan havo bo'lyapti-da. Shu короче o'sha gap, o'zbek bor joyda yana qanaqadir qonun buzarchilik bo'ladi. Вот mana bu bola hozir olib kelaman mashinani dedi. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi, mashina kelishi mumkin emas. Katta bardiyor bor, lekin mana shu bola hozir olib keladi mashinani. Tiket bersa o'ziga berdiramiz. Ya tikka oladi, hayda bormasin. Men mashina olib tushdi mana. Bu yerga tushib ekanman sizni. Dot charger. Chiqa olmay qolsa bo'ladi-da. Muzikani ham baland qo'ygan. Hozir kimdir kelib ko'rsa tiket beradi. Ban qilib yuboradi. Muzikani o'chiring. Baribir Ford Fusion legenda. Video olmaydi. TikTok dance bo'lsin bitta. Ano, Aisha spidi rat dance degani bor-ku. Mana nima qilib Уже varak uchishga keldik mana. Ana shu. Bunaqa kamera qo'ydik. Ey, shamol to'xtab qoldi-ku. Biz varakni olyapmiz, shamol to'xtayapti. Pivo nachini da, nachini qiling. Ko'rmayman buni. Torting. To'xtang. To'xtang, boshlasin shamol. Voy, tushit. Go. Davay. Unaqa qilmaydi. To'xtang. Hozir biz qilamiz. Ey! Shamol boshlasin. Ey, uchmaydi u, yaqinroq qilish kerak. Wait. Shamol bu tarafga bo'lyapti bunday. Bitta menga bering. Hozir qilamiz. Ketaman. Ha, keling. Ben 5 günde bilaman. Keling, ha, 1-2 soat yuramiz. Bildim. Okay. So, уже tugabdi. Hamma uyiga ketyapti mana. Ey, kстати, его зовут Азим. Siz videoga tushmadingiz, ha? Gang, ребят, I'm back from studies. We run this shit, we gotta grind 24/7. Ana endi. Ya siz biron nima deb aytinglar, bu tarbiyaviy yana videolar. Хорошо, ребята, Вот. не курите, а ношу, будете как Элимдар. Ямайка, моя царица, пурейра, ты моя бомбейба, девочка, шоколадка, мугладка, Рио-де-Жанейро. Ana endi. Yeah, cleaning the stuff out. Thank you too. Keyin bu ana shu bolani olib kelgan narsasi. Aytayapti, tolka kerak dedi, mana olib keldi, tolka. Qayerdan olasiz uni? O'shani yutib tashlaymiz. Olib ketamiz, shu? Kelgan paytda qilamiz. Bitta brat Sherif o'tiribdi.
Все, давайте.